Shodlik turar joy kompleksidan xonadon so'rab yurgan kuzatuvchim, mana siz uchun zo'r variant topib qo'ydim. 2 xonali kvartira kerakmidi? 70 kvadrat metr bo'lgan 2 xona, xonalari keng va kosmetika remont uchun sharoitlari tayyor qilib qo'yilgan ushbu kvartiramizda stяжка ishlari, rodman ishlari, issiq pol qilingan va elektrika ishlari yakunlangan. Ko'rishingiz mumkin. O'zingizga moslab turib kosmetik remontlarni bitirib olsangiz bas. Taxminim bo'yicha shu 5000-7000 dollarlik rasxod qilib shunaqa remontni qilib turib eng minimal bemalol kirib yashasangiz bo'laveradi. Egalar raqami har doimdek ekraningizda turibdi. Bemalol telefon qilib, o'zlar bilan gaplashib, kelib ko'rib, ushbu xonadonimiz sizga ma'qul keladigan bo'lsa, baraka qilishingiz mumkin. Farg'ona shahrimizdagi eng mustahkam va eng chiroyli turar joy komplekslaridan biri hisoblangan Shodlik turar joy kompleksidagi ushbu xonadonimiz 8 qavatli Novostroykaning 6-qavatida joylashgan. Egalar raqami ekraningizda turibdi. Egalari 40 ming dollarga baholashmoqda. Kelib ko'rib sizga ma'qul keladigan bo'lsa, savdolashib baraka qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona shahar harbiy gospitalda shunoqqina yonginasida esa yana festival targoviy sentri ham bor. Bizni kuzatishda davom eting, videoga like bosib qo'ying.